Bitalarim hozir qayerga keldim. O'zgina yuragim ezildi, lekin baribir ham bizlar uchun kerakli joy, farzandlarimiz uchun Zaroviy Deyti oldin Toshkentda bo'lgan klinika endi filialini Buxoroda ochgan. Rivojlanishdan orqaga qolgan, yurishdan qiynaladigan bolajonlarimiz uchun. Oy jonim men, bittagina o'sam maylimi? Bolajonlar. Ha. Oy asalim mana shunaqa klinika endi o'zimizni Buxoro shahrimizda bolajonlarimizni rivojlantirishga yordam beryapti. Yurishga, gapirishga, harakatga qiynaladigan bolajonlarimiz bemalol mana shu yerga kelsalaringiz bo'ladi. Sizda ham o'sam maylimi go'zal? Da jonim. Voy. Mana shunday harakatlar bilan farzandlarimiz xudo xohlasa sog'lom bo'ladilar. Bu yerga eng yaxshiligi doktorlar, vrachlarimiz Toshkentning o'zidan kelgansizlar, mana. Keyin hammasi yigit bolalar, ayollar emas. O'zgina bularning qo'lchalari qattiq bo'lganligi uchun bolalarning sog'lom bo'lishiga tezroq yordam beradi. Asal bacham, tezroq yaxshi bo'ling, ha? O'zim o'rgina potonchamda, jonim meni, jonim. Yaxshi bo'ladi nasib bo'lsa. Undan tashqari yana bu yoqqa boshqa xil masajlar bor, ularni ham ko'rsataman. Voy, mana bu xonasi ham zo'r. Va mana bu xonasi ham zo'r. Bemalol farzandlaringizni olib kelsalaringiz bo'ladi. DTP shunaqa kasalliklar bor-ku. O, yana bitta ko'rsatsam maylimi? Mana bolajonimiz va vrach akamiz. Qanaysiz? Potonchaman, yaxshi bo'libsizmi? Ay, jonimga. Spasiba. Voy jonim meni. Bularga ingliz tilini ham o'rgatamiz. Shunaymi nanasi? Xudo shifo bersin, yaxshi bo'ladilar nasib bo'lsa. Zo'r klinika ekan, Toshkentning o'zining filiali, Buxoroga vrachlarni ham, texnologiyasini ham hammasini Toshkentning o'zidan olib kelishgan. Yana bu xonani ham ko'rsataman. Akalar, chiroyli o'tiramiz, vrach akalar. Bular esa bizning vrach akalarimiz. Ha, bolajonlar уже ketib bo'lishgan. Mana shunday sport bilan shug'ullantirib, bolalarni gapirishga, yurishga anchagina yordamlari tegadi. Profil qoldirdim, telefon qoldirdim. Agar bolajonlarimizga shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, bemalol olib kelishlaringiz mumkin. Adres esa Gulliver. Gulliverning yoniga o'sha mashhur morojniy yonida joylashgan.